Odamlar shunchalik ham qo'y bo'ladimi? Bu odam o'zi gapga tushunadimi? Shuncha gapni kimga aytdim? Nol emotsiya. Tanish holatmi? Endi shoshmang. Odamlar haqida bunday fikrga kelishdan oldin Eriksonning Atrofimizdagi tentaklar kitobida insonlarni 4 toifaga bo'lib, ularning psixologiyalarini qandayligini tushunib olasiz. Ha, bu toifalar ichida siz ham borsiz. Muallif odamlarni 4 ta rangga ajratadi. Xuddi svetofor kabi, lekin murakkabroq. Qizillar, dominantlar, aniq maqsadlarga intiladigan liderlar. Ular natijani xohlaydi, hissiyotlarni emas. Ular bilan bahslashish devorga bosh urish bilan teng. Juda qaysar va o'zini gapida turadigan odam. Lekin agar bosimga chiday olsangiz, bu buldozerlar bilan katta maqsadlarga erishish mumkin. Sariqlar, ilhomlantiruvchilar, orzulari osmon qadar, gapirishni yaxshi ko'radilar. Ular atrofdagilarga energiya bag'ishlaydilar, lekin o'zlari bir sohada esa tez qiziqishni yo'qotadilar. Ularning asosiy muammosi tartibligi yo'qligida. Sariq odamlarga biror ishni qildirishni istasangiz, uni juda qiziqarli qilib ko'rsatish kerak. Yashillar, barqarorlar, osoyishta va do'stona odamlar. Ular uchun muhim narsa tinchlik va hamjihatlik, sabrlidir, lekin mas'uliyatni olishni yoqtirmaydilar. Agar do'stingizga biror narsani taklif qilsangiz, u esa ko'pincha buni o'ylab ko'rish kerak desa, bilingki, u yashil. Ko'klar, tahlilchilar, jonli kalkulyatorlar. Ular uchun his-tuyg'ular emas, faqat faktlar, mantiq va tuzilma muhim. Agar ko'k rangdagi odamga uzoq monolog aytsangiz va u faqat tushundim desa, aslo xafa bo'lmang. U shunchaki ma'lumotni qayta ishlayapti. Endi odamlardan o'zingiz kabi fikrlashni kutmang. Chunki sizga oddiy bo'lgan narsa boshqasi uchun juda murakkab bo'lishi mumkin. Har bir tip bilan qanday muloqot qilishni bilib oling. Qizillarni ishontirmoqchimisiz? Qisqa va aniq gapiring. Sariq bilan suhbatlashmoqchimisiz? Suhbatni qiziqarli va o'yin kabi qiling. Yashillarni bu harakatga avrash oldidan bu harakatda xavf-xatar yo'qligiga ishontiring. Endi odamlarni kuzatganda ularni ranglarga ajrating. Odamlar tentak emas, ular shunchaki boshqacha. Asabingizni biroz bo'lsa-da saqlab qolgan bo'lsam, bundan bag'oyat xursandman. Xo'sh, siz qaysi rang egasi ekanligingizni aniqladingizmi? Agar birdaniga bir necha rang bo'lsangiz, hayron bo'lmang, chunki siz yagona va unikal ekzemplarsiz.